yahillu mal imri'in muslimin illa an tibati nafsihi. Musulmon kishining moli boshqa musulmonga halol emas. Halol emas, birodar. Sizni molingiz menga, meni molim sizga, butun umum ma'noda bir-birimizni molimiz bir-birimizga halol emas. Toyinki rozilik bo'lsa bo'ladi. Bir narsasini beryapti, hadiyaga, ehsonga, shundayga beryapti. Rozi bo'lib berayotgan bo'lsa bo'ladi. Agar qattiqqo'llik bilan, majburiyat bilan bugungi kunda qaysidir urf odatlarni majburiy qilib qo'yganimiz uchun bo'lsa bo'lmaydi. Shuni nazarga oling. Bugungi kundagi to'ylar, bugungi kundagi tug'ilgan kunlar, bugungi kundagi holatlar, bir-biri bilan narsa almashuvlar, bular majburiy.